ko'rishlar mumkin va Exness brokeri bizni shu saytga olib kiradi. O'ng tomonda turgan Sign in knopkasini bosib olamiz. Bosganimizdan so'ng уже akkaunt yaratishga o'tamiz, ya'ni create an account. Bosganimizdan so'ng country chiqadi. Countryga biz O'zbekistonni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, O'zbekistonni kiritgandan so'ng email, ya'ni Gmailni kiritganimiz yaxshiroq. O'zingizga xavfsiz bo'lgan Gmailni kiriting. Xo'p, Gmailni kiritib bo'lganimizdan keyin o'zimizga bitta password o'ylab topamiz, ya'ni 8 tadan 15 tagacha simvol bo'lishi kerak. Bosh harfi katta harf bilan boshlanishi kerak, iloji boricha sonlar qo'shinglar. Password kiritib oldik. Pastdagi continue tugmasini bosib olamiz, davom ettirish. Xo'p, akkaunt yaratildi o'zi bizda. Keyin bu saytdan biz chiqib App Store yokida Play Marketga kirib olamiz va Exness programmasini tortib olishimiz kerak bo'ladi. Exness deb yozib olamiz va ko'rishingiz mumkin, ikkinchida turgan sariq Exnessni tortib olamiz. Exness tortib bo'ldik. Endi приложениеga kiramiz. Exnessga kirganimizdan so'ng ikkinchida turgan oq knopkani bosdik va bu yerga birinchida turgan Gmailimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Gmailimizni kiritdik va qo'ygan parolimizni kiritib olamiz. Parolimizni ham kiritdik. Davom ettirish tugmachasini bosdik va programmaga parol o'ylab topamiz. Farqi yo'q, o'zingizga безопасность bo'lsa bo'ldi. Face ID'ni kiritib oldik. Xo'p, endi o'ng tomondagi profil tugmachasiga bosamiz, настройкаga o'tamiz va 3-chida turgan knopkani ham bosib olamiz. Bosganimizdan so'ng yozikka ingliz tilini qo'yib qo'yamiz, angliski yoziq. Bizga oson bo'lishi uchun Exnessga qayta kirib oldik. Xo'p, biz profilni aktivatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun complete profilga bosamiz. Bosganimizdan so'ng 3 xonali bizga topshiriqlar beradi. 3 etapli. Xo'p, birinchi o'rinda Gmail'imizga SMS yubordik. SMS kodini yozib olamiz. Gmail'imizga SMS keldi. Yozganimizdan so'ng telefon nomerimizni yozamiz. O'zimning telefon nomerimni yozib qoldirdim bu yerga. Continue tugmachasini bosamiz. Xo'p, SMS ham keldi. SMSni kiritib olamiz. Kiritib olganimizdan so'ng bizga pasportimizdagi 18 yoshdan baland bo'lishi kerak. Pasportimizdagi to'liq ma'lumotlarni kiritib olamiz. Ism, familiya, tug'ilgan yil, oy, jinsiylarni kiritib olishingiz kerak bo'ladi. Kiritib olganimizdan so'ng birinchi bosqichdan o'tgan bo'lamiz va ikkinchi bosqich uchun complete profilni yana bir marta bosib olamiz. Xo'p, ikkinchi bosqichda bizga savollar berishni boshlaydi. Shu savollarga tezda javob berib chiqamiz. O'zimiz haqimizda, ya'ni necha yil ishlamoqchisiz, qancha daromad topmoqchisiz, shunaqa savollar beradi Exness. Xo'p, bu savollarga tez javob berib chiqaman. Ko'rib olib, o'zingizlar qaytarsanglar bo'ladi shu narsani. Xo'p, tugatib bo'ldik va biz bu yerga pasportimizdagi to'liq ism, familiyamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kiritganimizdan so'ng qabul qilamiz, samit dokumentni yuboramiz va biz bu yerga pasportni bosib olishimiz kerak bo'ladi va pasportimizdagi shu rasmni joylashimiz kerak bo'ladi. Pasportni joylab olganimizdan keyin уже ikkinchi bosqichdan ham o'tgan bo'lamiz va 3-bosqich uchun complete profilni yana bir marta bosib olamiz. Xo'p, 3-bosqichga biz yashash manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi yokida haydovchilik guvohnomamizni shu yerga rasmini kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz MyGo.uz deb yozib olamiz. Xo'p, saytga kirib olganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tmaganlar bo'lsa, bemalol ro'yxatdan o'tib olsanglar bo'ladi. Barcha daniylarni kiritib, ro'yxatdan o'tib olganlar bo'lsa, yashash manziliga o'tib, pochta indeksda screenshot qilib joylashsanglar bo'ladi. Yokida haydovchilik guvohnomangiz bo'lsa, shuni rasmga olib, rasmini qo'ysanglar bo'ladi. Biz rasmga olib olgandik. Endi buni qo'yib olamiz. Qo'yib olganimizdan keyin submit dokumentni bosib, уже 24 soat ichida qabul qilishadi. Bitta update qilganimizdan keyin уже biz ro'yxatdan o'tgan bo'lamiz.
Xo'p, endi man sizlarga MetaTrader 5 ga akkaunt ulashni o'rgataman. Birinchi o'rin XS programmasiga kirib olamiz. Plus tugmachasini bosib, real akkauntga o'tib, standart continue'ni bosamiz. Standart yaxshiroq. Va akkauntga ism o'ylab topamiz. Misol uchun Shox Trade yozib qo'yamiz. Bu meni o'zimnikim. Xo'p, ism qo'yib bo'lgandan keyin leverage, ya'ni plechoni biz 1 ga 2000 qilib qo'yamiz, iloj bo'lsa. Xo'p, pasport o'ylab topamiz, ya'ni birinchi harf katta bo'lishi kerak, keyin qanaqadir simvol bo'lishi kerak, son yoki shunaqa. Continue tugmachasini bosamiz va bizda o'sha akkaunt yaratilgan bo'ladi. Xo'p, qaranglar, akkauntni MetaTrader 5 ga ulash uchun details bosib olamiz birinchi o'rinda va settingga o'tib olamiz. Keyin bu yerda XNS MetaTrader Real 2 ni kopirovka qilib, MetaTrader 5 platformasiga kirib olamiz. Bu yerda XS brokerida serverga MetaTrader 2 ni bosib olamiz Real. Keyin hop loginga kirib, XS dan kopirovka qilib olamiz loginni bu yerga joylaymiz-da. Keyin qo'ygan parolimizni, vidite parol deb qo'ygan, shu yerga yozib olamiz. Yozganimizdan so'ng akkauntga kirsak bo'ladi, o'sha real akkaunt ochilgan bo'ladi. Hop, real akkaunt ochilgan bo'ladi va XS programmasiga o'tib olib, hop, keyin sizlar bemalol depozit qilishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni Visa karta orqali. Visa karta kiritilgan pasportdagi shaxs nomiga ochilgan bo'lishi kerak.